Assalomu alaykum jigarlar. O'tirsang o'poqsan, tursang so'poqsan. Baqirib gapirsang baqirib gapiryapti. Pastroq gapirsang birovdan tili qisiq. Shuning uchun pastroq gapiryapti, birov eshitmasligi uchun. Kiyimi eski bo'lsa kiyimi eski, yangi bo'lsa kiyimi yangi. Tushunarsiz. Nimaga bunaqa odamlar? Nimaga? Men ochligimda bittasi oldimga kelib, bir-biridan non olib kelmagan. Mani bu darajaga kelishimga birontasi yordam bermagan. Narsa qilmagan odamlar ham paydo bo'lib qolib, meni hayotimda muhokama qilyapti. Urish, janjal, kommentariyada so'ka-so'k, bir-biri qon gufton, jon gufton. Qo'yinglar tinchgina. Muvaffaqiyatga erishyaptim, paddishga qilish kerak. Sal orqaga siljayaptimi, yana paddishga qilish kerak. Sizlarda nima ketdi? Cho'ntaklaring bo'shab qolyaptimi? Yoki qonlaringiz kamayib qolyaptimi? Unaqa bo'lmanglar. Baxilni bog'i ko'karmas. Jonlaring sog' bo'lsin. Alloh hamma omadini bersin.